namoz o'qishni juda ham xohlayman, lekin hech o'rgana olmayapman deb qiynalib yurgan bo'lsangiz, O'zbekistonda ilk bora mening joynamozim, ya'ni aynan mana shu joynamoz sizga to'g'ri ibodat qilish qonun-qoidalarini o'rgatadi. Nega? Axir bunaqalar ko'p-ku demoqchi bo'lsangiz yo'q. Aynan bunisi boshqacha. Qanday qilib deysizmi? Afzallik tomonlarini hozir sizlarga tanishtirib o'taman. Joynamozni ochasiz va ko'rib turganingizdek har bir qonun-qoida mana shunaqa shaklda ko'rsatilgan. Alijahon.uz sayti orqali buyurtma berishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Namoz haqida ma'lumotlar va rakatlari bilan birga ko'rsatilgan. Masalan, bomdod namozi 2 rakat sunnat va 2 rakat farz. Undan tashqari tahajjud va qazo namozlari ham bor. Bomdod namozi. Qoidalarda adashmasligingiz uchun takbir vaqtida takbir, ruku vaqtida ruku belgilari yonadi. Ayol va erkak tiliga o'zgartirsangiz bo'ladi va 5 xil tilda bemalol namozni o'rgansangiz bo'ladi. Namozining niyati